Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Xudo xolasa laqqa baliqni tozalashni va marinovka qilishni o'rgatadi ustozimiz. Xudo xolasa. Ustoz nima deysiz? Assalomu alaykum. Avvalambor YouTube kuzatuvchilar. Bugungi kunimiz Xudo xolasa laqqa baliqni laxm go'shtini chiqarib, undan tashqari ziravorlar bilan buni masalliqlar, har xil narsalar qo'shib, buni sizlarga tayyorlab beramiz. Xudo xolasa tayyor marinovka qilib, shu jarayonni ko'rasizlar. Boshladik. Chiroyli tozalash beradi. Buni qiltirig'i yo'q qilib qilyapti. Hozir ko'rasizlar. Nima gap keling, ovozini eshitadi. Obunachilarimiz. Qanday holatda kesilayotganini ovozi. Nima gap keling, ovozini eshitadi. Obunachilarimiz. Qanday holatda kesilayotganini. Tashqari bizda 6 marta kelsa, bizdan kelib xarid qilsa, xaridorlarimizga 3 kilolik laqabalarni beryapmiz. Bundan tashqari. Ikkovini bir to'la chiqaraman. Keyin ziravorlar bilan hozir 90% laqabalar qilib qo'ygan klientlarimiz. Tarafa yo'qligi uchun yaxshi ketyapti. Ko'p savollar hozir shuni qarab kuchliroq laqabalarga. Lekin ko'pchiligi suymaydi. Qandaydir yog'li deydi. Bu baliq yog'li deb aytishadi. Shuni hozir yog'siz qilib qanday qilib qilsa borlar olan. Oltinchi bo'lib qoldi dadam. Bizni qo'limiz shu oilaviy. Deyarli yoshligimdan. Hozir go'shtlar qolib ketib qoldi-yu. Ular yana ham chiqarib olyapman. Buni uy sharoitida qilsa ham bo'ladi. Go'shtlarni chiqarib olyapman.
ketmasligi uchun. Shu berini chiqaradigan bo'lsam, suvay borda baribir qiyinroq. Qolishi mumkin, faqat qiyinroq. Suvay bilan chiqib qoladi. Buni qovurib olsa, juda yumshaydi-ku. Shuni pishirib olalardan o'zi yesa bo'ladi. Bu eng asosiy joyi kelyapti hozir buni. Qaralarni qanday qilib? Ko'pchilik aytishi mumkin, buni terisini oldin chiqarolmadim deb. Biz hozir terisini boshqa usulda chiqaramiz. Qo'l kelmaydiganlar uchun nima? Bunaqa stil qana nomi? Nomi nima deydi buni? Hop, buni filesini chiqarish deydi, lahm go'shtini. Bu qarshi degan shu baliqmi? Shu. O'zi bu baliqni bu qarshi demaydi. O'zi nomini shunaqa qilib qo'ygan. Men buni 2015-yildan beri lahmini chiqaraman. Chunki korzinkada bizning baliq otdelimiz bo'lardi, korzinkada, o'zimiz Andijon korzinkada. Shu yerda karantin paytda ham rosa ko'p shunaqa lahm go'shti filelarini chiqarib sotardim klientlarga. Chunki karantin paytida odam uncha kelmayardi, bekor edik. Shu paytda shunaqa narsalarni o'zim qilib sotardim. Karantin paytida ham shunaqa sotardim. O'zi 2016-yildan 2015-yildan beri terisini pishirib shunaqa qilaman. Lekin hozir endi bu boshqa akalarimizga topshirganimiz hisobiga qo'lim chiqib qolgan, qo'lim. Shunaqa hozircha chiqarib bora olmayman. Men qo'limdan kelgancha qilib beraman. Ko'p videolarimda qo'yapman o'zi aslida, lekin tezlashtirib qo'yapman. Bunaqa katta videoga qo'yganim yo'q hali. Suvalardan ajralyapti mana. 20 darajasidan go'shtdroq oldim. Harakat qildim. Go'shtdroq olishga. Kallasini yesa bo'ladimi? Kallasi ko'proq suvay bo'ladi. Buni mana shu joyda go'shi bo'ladi. Bu yerlar poni suvay bo'ladi. Buni sho'rva ham qilib bo'lmaydi, chunki buni shilimshig'i chiqadi. Shuning uchun sho'rvani ta'mini buzib qo'yadi bu baliq. Buni faqat shashlik to'g'rish kerak, shu. Duxovka qilsa ham bo'ladi, faqat shu holatda marinovka qilib. Men ko'rsatayotgan holatda marinovka qilib baliqni. Yana bir narsani aytib o'tib ketish kerak. YouTube kanalimiz O'rta Osiyoda yagona YouTube kanal, baliqchi YouTube kanali. O'zbekistonda hali bunaqa asobiy baliqchi YouTuber yo'q. Yagona. YouTuberlar ko'p, juda ko'p. Lekin asobiy optim chiqarib, optim tushirib, shunaqa faqat baliqqa oid kontent qiladigan YouTuber yo'q. Qilishi mumkin. Qarmoqda baliq tutib pishirayotgan qovur akalarimiz bor, juda ko'pini taniyman. YouTube'da taniyman. Bu video ularga tegishli emas. Bu faqat noto'g'ri fikr bo'lib qolmasin deymanda. Chunki shorts videolarimizda juda ko'p qo'yganmiz, shorts jonli efir qilamiz va jonli efirlarimizda ham juda ko'p odamlar tomosha qilishgan. Ko'proq Indoneziya
Vyetnam ko'radi. Qozog'iston sevib ko'radi videolarimizni. Chunki yaxshi faqat baliq oid kontent qilamiz. Bizda boshqa videolar qilinmaydi. Asosan daromadimiz baliq va video joylash bilan mashg'ulmiz. O'zbekiston xudo xolasa biz ham juda ko'p davlatlar taniyapti mana. Demak O'zbekistonda ham baliqchilar bor degan fikr bo'lyapti hammada xudo xolasa. Buni olib qo'ying. Pastga endi joyiga keldi. Xo'p, endi menga bitta idish kerak bo'ladi. Shu idishni olib keldim aka. Bu kesilmaydi, terisigacha olib boriladi. Mana shu holatda ketadi. Endi chiqarib olish kerak. Mana ko'ringlar mana. Mana ko'ringlar mana. Şöyle bir joyi bor. Qiynashi mumkin. Buni endi shunday qilib olib borgan yaxshi. Chunki bu yer qanotchasi, suvayli qanotchasi hisoblanadi. Biroq Vyetnamda baliqchilariga to'g'risi havas qilaman. Juda zo'r ishlashadi. Juda ham zo'r. Vyetnam baliqchilari. Xohlasanglar buni bunday qilsa ham bo'ladi mana. Mana joyini chiqarib yuboradi birinchi. Yaxshilab kesib. Mana. Keyin bunday ketsa ham bo'ladi, lekin siyg'anchoqroq. Chunki qiyinroq, o'rtasidan ketyapman. Ana shunaqa bo'ladi shu deydiganlarga. Siz mana bu siyg'anchoqlik uchun ana shu o'rtasidan ketdi. Qandaydir shu bo'lishi kerak. Ketadi bu ham, ketadi, faqat siyg'anadi. Mana ketadi. To'g'ri siyg'ancha bo'ladi. Bu o'zimizda omborlar bor. Ko'pincha shu uyda o'tirib tozalayotganlar uchun shu video foydali bo'lsin degan maqsadda pichoqni ko'rsatib qo'yibman. Chunki pichoqni ketdik mana endi. Bismillah. Ha, ketyapti. Suvayni olamiz ekan. Buni shu shashlikka zo'r bo'ladi. Hozir ko'proq shashlik olib qo'yapmiz. Qo'ysa ham bo'ladi. Lekin hozir olayotgan videomiz ham juda kuchli video. Buni hali soatlab o'tirib qo'yamiz. Joylash juda qiyin YouTube'ga. To'g'risi foydali deb umid qilamiz. Negativ bildirishmasa. Mana laham yo'shini chiqaramiz. Qonunchasi xalaq berib qoladi kesayotganda. Ushlab qoladi, terisi chiqib qolishi mumkin. Buni terizalarini shilib, tayyorlab olganimizdan keyin videoda qatirib turamiz. Ularni yuvib olib olib, joylab, tayyor qilib qo'ygandan keyin yana boshlab davom ettiramiz videolarni. Chiqdi bu ham. Nima deysiz Asadbek aka? Xohlasa, sizlar mana endi o'rganyapsizmi? Video foydali bo'ladi deb o'ylaysizmi, o'ylamaysizmi? Xohlasa, endi O'zbekistonda ahli biz obunachilarimiz. Shuni ko'ryapsizmi? Shuni
Hali Vyetnamda o'rganadigan narsalarimiz ko'p shekilli. Nima deydi? Vyetnam baliqchilari. Ularda tozalash yo'nalishi boshqacha-da. Ular ko'proq katta baliqlar sotadi bozorda. Vyetnam shunaqa deb eshitganman. Videolarda ham ko'raman ko'pincha. Ular katta baliqlarni tozalashadi. Lekin to'g'ri. Bangladeshlarda ham, Indiyada ham juda kuchli baliqchi blogerlar bor. Lekin ularga biz teng kela olmaymiz. Ular auditoriyasi ham juda baland. Lekin vizit tashlasak bo'ladi. O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib vizit tashlasak bo'lsa kerak. Baliqchilarga faqat. Nima demadingiz? Kanal ochilganiga necha yil bo'lyapti? Ro'porosi YouTube kanal ochilganiga o'zi ancha bo'lgan. Lekin rasman yurgizayotganimizga 2 yil bo'ldi. Rasman. Hozir obunachimiz soni nechta bo'ldi? Hozir 60 mingta obunachimiz bor. 60 mingta obunachimiz bor. Yana 40 mingtadan keyin xudo xolasa knopka olamiz deb duo qilib turibmiz. Xudo xolasa. Asadbek aka, filemiz chiqadi. Endi buni kadrda ichiga qatirib turamiz. Hadi xudo xolasa. Shu holatda buxarskiy holat deydimi? Buxarskiy deyilmaydi bu baliq. Aha. Lahm go'shti hisoblanadi. Buxarskiy deb nom qo'yishib olganini men bilmayman. Nima sababdan unaqa qo'yilganini. Lekin ko'pchilik shunaqa deydi. Buni nima sababdanligini bilmaydi hech kim. Bu baliqni buxarskiy deb qo'ysak noto'g'ri bo'lib qoladi. Buni nomi afrikanskiy laqab-ku. Bu buxarskiy laqab hisoblanmaydi-yu. To'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun buni nomini men faqat lahm go'shti deyman xolos. Shashlik bo'lib qilib to'rg'ayapman hozir. Video juda katta bo'lib ketdi videoyimiz. Bu hozir to'g'ridan to'g'ri bir boshdan boshlanadi yuklash jarayoni. Shuning uchun YouTube ancha vaqt oladi. Jonli efirda kачествоsi 1080 bo'ladi. Hozir bu 4K ketyapti. Shuning uchun menimcha ancha vaqt oladi deb o'ylayman. Ham telefonda joylaymiz. Kompyuterda joylamaymiz. Vaqt ko'p oladi. Biz omborda asosan ko'proq sotiladigan baliqlardan laqab baliq, oq baliq, sazan, qamoq, ilon, cho'llik yo'qsa sotamiz. Qamoq hozir haligi nima deydi? Suyulgan baliq sotiladi. Sazan sortlari bo'lib ketdi. Yog'ligini ham topshiradi, yo'qligini ham topshiradi. Lekin qamoqda yog'li yo'q. Ilon boshlari shunaqa sortini hali chekilgan. Oq baliqlardan shunaqa yo'q bo'ladi. Yog'li deydi mana. Terisini ajratgandan keyin ham terisini orasidagi yog'i ham chiqib ketdi. Terisini orasidan mana shu go'sht hisoblanadi, mana yog'. Buni agar o'zini ziravorlar bo'lsa, masalan, to'qqiz shu mashg'ulotda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiloga 11 kilodan tashlasa, qizdirgan yoqda tashlasa, yo'q. Nimaga? Tushganda yog'li baliq bu issiq yog' uni yog'ni erib oladi. Eritganda yog'ni o'rniga chiqadi. Shunda go'sht qattiqroq pishadi-yu. Bu yog'i chiqib ketgan. Shunda yog' kamroq tashlasa, agar ko'p tashlasa, yog'da go'sht sovib qoladi. Bir-biriga pishib boshlaydi. Keyin yog'li yoqda shimib oladi yog'. Keyin yog'li pishib qoladi. Shuning uchun uni ozroq tashlab, qatirib pishirsa yog'siz pishadi. Shu boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Qanaqa yoqda pishirish kerak bu? Pista yog'ida pishirsa yaxshiroq. Paxta yog'ida pishiradigan bo'lsa qandaydir menga yoqmaydi. Hidi borda. Pista yog'ida qizdirib tashlayveradi. Paxta yog'ida uning uchun yoki chesnok tashlab yuborish kerak. Yoki piyozni qovurib yuborish kerak. Keyin sal hid kuchi ko'tariladi. Uni o'zi ziravorni ham ancha holat yaxshi holatiga olib kelib qo'yadi.
Laqa balig'ida yaxshi emas degan mijozlarimiz, klientlarimiz uchun bu maxsus video. Laqa baliq yaxshi. O'zingiz yeb ko'rganmisiz? Bu baliqni biz O'zingiz. Qanaqa baliq? Mazasi. mazasi o'rtacha zo'r. Agar yaxshi pishirsa, yog'siz pishirsa ham bo'ladi. Lekin Ta'mi qanaqa ta'mi? ta'miga keladigan bo'lsak, barcha ham go'zal. Ayniqsa maymuncha qilgan holatda yeganmiz. Ta'mi o'zgaradi, maymuncha qilgan holatda. Hozir bizda bu narsa yo'lga qo'yilgan biz ishxonada. Biz ishxonada samovarlarga polniy shundan dostavka qilamiz. Yetkazamiz. Shu holatda shunaqa pokiza ish qilishadi bizda. Men qanday qilayotgan bo'lsam, xodimlarimiz ham xuddi shunday olib boradi. Bu obunachilarga qiladi. Tayyari necha sotyapsiz hozir? Xo'p, tayyarini 60 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Sotuv narxi. 1 kilo 60 ming so'm. 60 ming so'mdan samovarlarga ham berilyapti shu narxda. Samovaru oddiy xaridorlarimiz uchun ham kelib 1 kilo chiroyli idishlarga solib qo'yganmiz. Olib ketsa bo'ladi. Xo'p, endi so'rangan baliqni solamiz. Bu ziravorning ichida necha xil aralashma bor? Bundan 20 xil Norvegiyadan ziravorlar bor. Oz miqdorda zanjabil ham bor. 20 xildan oshib. Buni holatga qarab qo'shsa bo'laveradi. Holatga qarab. Lekin tayyor samovardagilar agar bizdan olmoqchi bo'lsa, bunaqa pokiza qilinadi. Buni o'zimiz tayyorlab qilib beramiz. Ular bizdan so'rash shart emas. Qanchaga qancha qo'shiladi? Buni holatdan kelib chiqib qo'shish kerak. Baliqda ta'mi ham kelish kerak-da. Holatdan kelib chiqib qo'sha olasizlar. Birinchi zirovor qo'shamiz. Endi tuz qo'shamiz. Bu yilgi avgust oyidan 2026 yil avgust oyidan Qaril sudak, qizil qo'ya sazanlar, bundan tashqari Qaril sudak, qo'ya sazan va asyotra xudo xolasa yo'lga qo'yish rejalamiz. Xaridorlarimiz bemalol kelib hovuzlarimizdan olib ketishi mumkin. Men qo'shyapman endi. O'zi qo'shdim. Bunda ham holatga kelib, holatdan kelib chiqib qo'shsa bo'ladi. Yaxshi yeyishmaydi. Bu holatda buxobga solsam Bo'ladi. Buxobga ham o'zini issig'ida eritaveradi. Qachonki baliq yog'li pishadi o'zi aslida. Yoqqa tashlaganda yog'li pishadi baliq. Chunki yog'shmaydi-yu, o'zi go'sht yog' tashlagandan keyin baribir yog'ini kuydirib chiqarib olsa ham baribir yoqqa tushadi. U buxobkada tabiiy holatda pishadi. O'zini go'shti eriydi. Shashlikda undan battar bo'ladi. Shashlik siqini o'tkazib uje olovga qo'ygandan keyin olov qizdirib yog'da eritadi birinchi o'rinda. Yog'da eritgandan keyin u cho'qqa tushadi. Cho'qqa tushadi, samasa u cho'qqa tushadi. Shuning uchun go'sht o'zi qoladi qurib. O'tkazgandan keyin yog'i eriydi, yog'i erib tushib ketib, ichida go'sht qoladi. Shashlik juda zo'r. Ana shu ana to'g'ri shashlik bo'lib qo'yiladi boshida. shu holat olib shu holatda pishirsa bo'ladi. Shu holatda pishirsa bo'ladi. Men maslahatim shashlik. Tuz qo'shdim, zirovor qo'shdim, un qo'shdim, suv qo'shdim. Endi oz ta'mga o'chiramiz. Bo'ladi. Buni Bunimiz ham zirovor hisobida ketadi. Asosiy shirin ta'm beruvchimiz. Ozgina qo'shilsa bo'ladi. Bundan baliq ta'mi bo'lib qoladi.
qo'llab-quvvatlanglar. Kommentariyada yaxshi fikrlarni bildirib, faqat obuna bo'linglar. Kutib qolamiz. Azatbek